O'zbekiston milliy terma jamoasi va Angliyaning Manchester City klubiga himoyachisi bo'lgan Abduqodir Husanov dunyoning eng qimmatbaho futbolchilar qatorida e'tirof etildi. Futbol Manager portali tomonidan e'lon qilingan reytingda Husanovning hozirgi qobiliyati 75 ballga loyiq ko'rilgan bo'lsa, uning kelajakdagi potensial imkoniyatlari 87 ballni tashkil etadi. Bu ko'rsatkichlar uni Barselona vengeri hisoblangan Lamine Yamal, PSG yarim himoyachilari Joe Neves kabi Yevropa futbollarining yorqin yulduzlari bilan bir qatorda turishini ta'minlab beradi. Mazkur sayt mutaxassislari Abduqodir Husanovning transfer qiymatini rekord darajadagi 119 million yevrogacha baholashdi. Tahlillarga ko'ra, futbolchining qiymati 63 million yevrodan boshlanib, 119 million yevrogacha yetishi mumkin. Hozirgi kunda Manchester City bilan 2029-yilning iyuniga qadar mo'ljallangan amaldagi shartnomasi bo'yicha himoyachining haftalik maoshi 93 ming yevroni tashkil etadi. Ushbu statistika va ekspertlarning ijobiy baholari Husanovning nafaqat O'zbekiston, balki jahon miqyosidagi markaziy himoyachilar orasida o'z o'rnini topib ulgurganidan dalolat beradi.